Bu her könüke yağış tıkkandaklar bu hammalar çulup çıkıp o'ng'ida deb jo'lga o'ldurding ya. Voy, oshpazlar, nima sholab ketdi? Bu her könüke yağış tıkkandaklar bu hammalar çulup çıkıp o'ng'ida deb jo'lga o'ldurding ya. Bak yaxshi havola emas ey. Ha bir-biridan kelmas. Bugun oshxona ochgan Lobelning hissiyotini so'zlab bermay qolsinglar oshpaz tomonga. Aqasinglar, bunani jabot tatib gandinglar. Maqsadinglar pul tepish. Lobenmo jabot tatib oshxona ochdi, maqsadi pul tepish. Lekin ba'zi ustamlar relisni chiqib, temidan chandab ketdinglar. Ba'zi Lobellar o'xshashlar relisni chiqib, temidan chandab ketdi. Ma qozoq yo'g'on bo'lib ketgan ekan, nafs yo'g'on bo'lib ketgan ekan, topgan pulning hammani o'zining shaxsiy manfaati uchun ishlatib, ustamlarga maosh berishni unutib qoldi. İşlevatqa ustam mulozimat shagird bolani pul hamsam turdi yoki kiloy bersam bo'ladi deb shaxsiy manfaat uchun o'ylab qolganlar yeri. Nurg'ulg'an oshpaz ustamlar shu jihatdan xapalab qilinglar. Shu sababdan yaqima badindagi o'zgarishlarni o'z his qilolmay, tabiiylam sapra bo'lib qilinglar. Buning sababi bor. Odam banda 4 xil mijoz bo'ladi. Men tevib emas, lekin men tevib og'ilarimni o'ngan. Odam badindagi o't yaqin kelgan bo'lgan ekan, oshpazlik shu xotanda bo'lib qolgan bu. So'g'ochi say qo'ridi, menjang busliq turdi. Shu sapra bo'lib qolgan gap. Shu savdo to'ylab sapra ish ketgandan keyin kichikgina mish ochiqlangan, saklab qolib qolib qoladi. Shunga ba'zida qiziq say qo'rayotgan vaqtingda, qiziq oshlayotgan vaqtingda loban chiriblam shu gapni qiladi. Tam tuzun so'nga chiqqandaklar. Shunga shu peshtavan tashlab mang'ishing sababi dal shu. Bu yerda Bәkçi kış var deyman. O birden de ben kapılap ketmey tutturun deyman. O ben nurgun japada azıcık seviyeye geldim. Nurgun japada muşu basqıçını besip ötep tecrübe topuldım. Ben adamik fırsat birinla. Ben şu bilginimni deprey dağıtma. Ben ya qazıldım pul talep qilmam ya jibo iç bakasılmam soğuqadıdan demidem. Oldurmay kelmez tıqa nurgun iş var bir yerda. Şu aşpaz Lobel'nin çıkıp mangan maşinesiga qaramaymiz. İçoga aşqansı qiyinchilik yo'g'on bo'lib tushlar bizning ishimiz yo'q. Şu adam etrafidagi ustam mulozimati shagird boshqaruvchi bolaga yaxshi qarayotamdi, maoshini vaqtida beriyotamdi, boshqarasini yaxshi boshqaryaptamdi, kirim chiqqanda joyida ilyaptamdi. Bu ishlar joyida qilgan bo'lsa, o'rpulanga chiqsa yo'lloq bo'laverdi, nima chiqsa. Lekin muhimning muhimi etrafidagi adam, yana birisi material. Mush ikki ishni birlashtirib ip mangalga vaqtida loban bo'lalaydi. O bu yerda o'zi seklab ketgan deyman. Unda qilmay turibdilar. Men loban bo'lganlar, men sizlardek unda cho'ng loban emas, men chujiyat kichik. Ammo men jamiyat, men oshpazlik sohasi, yemek sohasi meni nech qazildi qaynatib, hatto men kislotali qizondan qaynab baqdim. Sizlar o'ylab boqmagan darajada ziyon tatib dumchib boqqanimman. Hozir 35 yosh kirganim bilan 55 yoshlik loban bilan robro turib dishalayman yemek sohasida. Poatmayman. Lekin men nurg'ulg'an tajrib saboqni yakunlab chiqdim. Men aqlimni topgandan tortib qishimlik ustamlar hech qas ketmay ishladim. Oldinqimliq ish u o'zning ko'z bo'ldi. Bu odamni pushmon qildi balkim, zopilarimni ko'rayotganda, o bir-bira isqib yetdi. Risqini bu emas. Her ayda çökencin maaşı algandaklar, çökencin pul chiqqandaklar maaşı chiqdi. Maaşını deb oldin kepmisan maytda. Hamda nagib na to'xtaydi nima qildi o'zini ma'lum ma'naman. To'g'ri? Manda ishlar kelgan vaqtida bir-birimizni chaqmay, neshtimizni sanjimay tutdilar. Ben aqasingda yo'g'on loba emas, lekin ba'zi bir gaplarim titan tomonlarga tegib ketishi mumkin. Chunki sizlar nurg'ulg'an oshpazlarni shunday qilib qo'yishingiz sababchi. Nurg'ulg'an oshpazning sabra bo'lishiga sabab deb qo'ygan. Hatto ba'zi bir shagird bolani dunyodan vaz kechtirib o'taldinglar. Şu aşkın lobalar, şu işler orqali oshpazlik qilsak majalanmayotganmiz, bu kasbda non tip yemayotganmiz, biz kasb almashtirishimizda ba'zan jonshujolab ketdi, ba'zan kunlik ishlayotganlar va shu ishlarga sababchi bo'lib qolamiz loban bo'lgan odam. Mayli oshxonaning cho'ngini ochilib, mayli kichkina ochilib, nahayat kichik bil bo'lsa, boshqaning qalbini, vijdonini bo'ysundira olgan vaqtimizda biz kuchirib ishlaylik. Mush oshxonaning xotiniga etigini dastlab solmadim, hozir kech oldi buni. Ettigeni yak zopin tatqılım jo'natmaydi. Nurg'un ishni bir taraf qilib sirtdan oshxonaga hozir keldim. Keptib men zopin ishladim. Xotangni ishla hammasi ratlik normal. Tamoq qanday chiqadi-da? Sayd ta'mi qanday bo'ladi-da? Qachuga ayol boshqa men doklat qilganlik. Menda sayjiq ish qoldi bugun. Qachuga yerda menda tamoq jiq chirvadi degandan keyin shu ustamning tamoqni masal ko'radigan ifodasi. O men deyishdan burun Allah burun boshqa o'zbeklarni ratlab joy-joy ip menga. Xatalashmayotgan inson yo'q. Tamak tuzluq bo'lib qolsa o'yinchisak bo'ladi. Ta'mi kelmagan bo'lsa ta'mli qilsak bo'ladi. Bugun ta'mi kelmagan bo'lsa ertasi keladi.
mulozimat yaxshi bo'lsa, tomoqni biz joyi chiqarib bersak, bo'lmagan yerdan tuz bo'ladi. Lekin oshpazlik axloqidan chatoq chiqqan vaqtida, maoshni ib turibmi joyida ishlamagan vaqtida, boshqalarning manfaatini, umumning manfaatini o'z manfaatida ko'rinmagan vaqtda oshpazga amal yo'q. Uni hech kim tuzlanmaydi, hech kim to'g'ri yo'l boshlab borolmaydi. Bu to'g'risida nurg'unlagan gap so'zlar bor. Men kanalımda o'tgan, beshimdan o'tgan tajriba saboqlarimni doimo yo'llab turaman. Chunki mening maqsadim yemek-ichmakni taraqqiy qildirish. O'z kasbimizni so'yish. Oshpazlikka o'cholab bu kasbga qaramaydigan, bu kasbga 3 millik nazarda qaraydiganlarni emas, balki mush kasbni barliq vujudi bilan qilib bir boshqa ochiqadiganlarning qatoridan o'rin olish. Shunga mayli ustam bo'linglar, mayli shogird bo'linglar, mayli lo'bellar bo'linglar. Gipim yaqqan bo'lsa, meni qo'shib olsanglar, baxtsiz yuraklarni bisib qo'ysanglar, tonunchiga yaxshi gap so'zlar bo'lsa, o'zinglarning ko'z qarashlarini yo'llab qo'ysanglar, o'rtoqlashib baqsak bo'ladi. Men bek katta dachida o'ltamsammi, bek oliy mashinalarni haydamasammi, atrofimdagilarningki turmushidan yaxshi xabarliqlar, ularningki butun ishlarini bilib turg'uliq, ularga yor yo'lakda bo'lug'liq. Shunga bilmaganni o'rtoq o'rgansak, tor dunyosida nurg'ulg'an qalamga ishlatish ketdi hozir. Vanxun bo'lmada qirning qimmaga ishlar qilmadi. Biz yemek-ichmak kasbi bilan shug'ullanuvchi bo'lish sifatimiz bilan o'z rolimizni yaxshi joriy qildirib, bundan keyingi taraqqiyotga zamonga loyiq holda o'rtoq taraqqiy qilib minishni ko'nglimizga puksak degan umidda doimga chiqib kelyapmiz. Shunga qo'shmaganlar qo'shilib, baxtsiz yuraklarni bisib o'tib, tonunchiga o'z ko'z qarashlarini yo'llab qo'ysanlar xo'sh bo'lamiz. Rahmat.